Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Va navbatdagi sammoyka uстановkamizni Samarqand viloyati Narpay tumani Oktyabr degan joyga qo'yib berdik. Akamiz sho'rlik qilib bokslarni tayyorlab, mana qarshikalarni qo'ygan ekan. O'zimizda har doimgidek full komplektatsiyadagi sammoyka apparatlarimizni o'rnatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Чисто нержавейка. Hamma funksiyasini ishlatib berishni so'radi akamiz. 2 kampilik sammoyka apparatimizni o'rnatib berdik. Mana o'zi ishni boshladi ekan. Ichkarida montajlarni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, har doimgidek o'zimiz montajlar. Shunaqa xizmatlarga kelsa, aloqa qilib ko'rasizlar.